Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y mana shunday sovliq ishqibozlari. Do'stlar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Sahodilla akamizni xonadonlariga keldik. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylar bor ekan. Shularni narxini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Akalar, bitta-bittada like bosib, mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bugun hafta kuniga Dushanba 23-iyun. Videoni oxirigacha ko'rib, kommentariyaga chiroyli qilib fikrlarni yozib, narxiga o'zlaring baho berasizlar. Bu yoqda Sahodilla akamiz o'zlari. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Obunachilar hamma yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa qo'ldan kelgancha like bosib tursalar, qo'ylarni zo'r chiqaveradi. Faqat oxirigacha ko'rasizlar. Oxirigacha ko'rib tursa, Oxirigacha ko'rib tursa narx o'ta yengil bo'ladi. narxi o'ta ham yengil bo'ladi. Xo'p, endi bugunga necha partiya keldi? 2 partiya. 2 partiya, bularni bo'lib chiqaramiz. Birinchi partiyalarimizga endi sovliq bular. Bari sovliq. Bari to'g'li sovliq. To'g'ri sovliq. Tish buzganmi aka bular? Yarmi buzib qolibdi o'zi. Yarmi endi o'tyapti. Tishi buzyapti bugun tishi. Hali tug'magan birontasi ham bular ichida. Yo'q, hali Lekin chiroyli qo'ylar ekan, akalar. Soni nechta buni? 11 ta. 11 dona. Bitta obunachimizga bitta chiroyli qo'chqarni qo'shib qo'yib, bolani uzoq yil ko'proq olib, Hozir qo'shqa qo'shsa bularda vaqt keldi. o'zi payt keldi. Payt keldi. Mana akalar, hali yosh, o'sadigan varianti. Ha, xudo xolasa endi qo'char qo'shib bola olishaveradi. Hali yosh qo'ylar. Qo'chqarni qo'shib qo'yib, bolani akalar chiroyli qilib olaverasizlar. Xo'p. Yeb ichari qanaqa ekan bularda? Yeb-ichiga, yo'taliga bir hafta garantiya. Bir hafta degan yo'tali yo'q. u yog'idan sog'ligida muammo yo'q. Sog'lig'ida muammo yo'q. Bir hafta garantiyalar berilaveradi akalar. Mana hammasi kashtang. Ushlanchi birattasini tishini ochib ko'rsatib qo'yilishchi. Hammasi qora kashtalardan, dumbalari tikka dumba. Mana. Chiroyli qo'ylar ekan, badani semiz, ariq turib, kichkina, pasi, anaqasi yo'q. Standart hammasi. Pachka. Mana shikin tishiryapti. Endi tish yoryapti ekan bular. Lekin sifati o'ta chiroyli qo'zilar mana. Garbonozlar Shikin chiqyapti. Oldi to'shlarni qarang lekin. O'zi tulor ekan-a bu. Puli deya sar qo'ylardan. Yungini olish shart emas, mana akalar, dumbalari tikka dumba mana. Badani ham yaxshi. Oz-ozdan yeb turgan to'xli variantida. Kallalarni qarang. Aka qulog'i ham butun shikillar bularda. Xolos, kashti butun. Deyarli ko'piniki. Endi bitta ikkita yeni bor ekan, u cho'ponniki. Xo'p. Narxini nima deymiz endi bularni? Ular narxi keladigan bo'lsa, Qulida aka, qo'y chiroyli, sifatli, o'zi aytib turibdi. qo'y 1,5 million, 4,700 ming emas. Mana qarang. 200 ming so'mdan bir joyga beraveramiz. Qo'y bor, o'zini maqtasin. 4 million 200 ming so'mdan Arziydigan qo'y, 4,200 mingdan libojiyda arziydi. bitta obunachimizga sotib berilaveradi. Ha, xudo xolasa. Bitta olsak, hammasini sotib beramiz. Akalar, Soni bitta. soni 11 dona. Qo'yini yoshini yangi oladiganlarga bu. Qo'ylari ham nechiga beramiz aka? 80 plus minusga ketaveradi. 80 atrofga ketaveradi, 75 ta tepada. 75 oshiroq, 80 plus minus atrofida. Xo'p. Nech pul o'tib beramiz aka? Bo'ladiganini ayting, 11 ta dedingmi? 11 ta. 11 tasini bitta obunachimiz Realni oldim. O'zi buni ishqivozi ko'rganda olib qo'yadi. Hammasi bir-biridan chiroyli. Hammasi chiroyli. 100 ming o'tib beraman obunachilarga. Bir joyga olishsa. Ya aka, kelishtirib ayting. O'zi shunaqa kelishtirib Ya, tepa qo'ylar- 4,5 million qo'ymadim. Zo'r. 4 million 100 ming so'mdan bir joyga olishadi. Mana qarang. 4 million so'mdan oz-ozdan siylab berasiz. Yo'q, uni pasayib ketadi og'a. 4,5 million boshqa emas. 4 million 100 ming so'mdan bo'lsa hammasi bir joyga beraman. Dastlabkilari ichida. 4 milliondan mana 11 tasi bir yeriga. Dastlabkasini Samarqandgacha qilib berasiz. 4 milliondan. 4 million so'mdan. Mayli Xorazmgacha yana 4 million so'mdan. Bo'ldi. Alloh barakasi bersin, beramiz. Barakasini bersin. Bir joyga olsa beramiz. Bir yerga olamiz deganlarga akalar 4 million so'mdan ketaveradi. Qo'ylar yaxshi. Mana. Hada maqtashdan kerak yo'qmi? Janavarni qaranglar lekin mana. Mana hammasi kashtan. Voy, egizakka o'xshaydi bular. Egizak. Mana, junini qaranglar akalar mana. Haqiqiy elitasidan so'raganlar uchun qo'ydi ham haqiqiy o'ta zo'r sifatlisida mana. Qo'yaveraman. Ajrasda chiqaradi. Ilojini boricha imkoniyati borlar tepasida ko'rib, kelib olishni tavsiya qilaveramiz. Xo'p, endi buni o'rtasidan bo'lib olsa qanday bo'ladi? Bo'lib olsa ham bir xilda, oqtonda. Bu ajita doni yo'qmi ichida? Katta kichkina bir xil. Donagachi. Donaga ham shu. 4 million so'mdan bitta olsa ham beraman. Voy, bitta olsa ham 4 million so'mdan ketaveradi. 200 ming usti, 50 ming usti emas. 4 million so'mdan bitta olsa ham, 10 ta olsa ham hammasini beraveraman. Ey aka.
Kim olsa ham baraka topsa bo'ldi. O'ylanmasdan bittaga ham 4 million so'mdan Yetkazib beramiz. o'ta ham darin bo'ldi lekin narxi. O'ta ham narxi bo'ldi. Barakasini Kim olsa ham baraka topsa xursand bo'laman. mana akalar, shoshilib qolasizlar. Ilojini boricha telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar mana. Ulgurib qolasizlar, lekin bomba bo'ldi narxi. Endi bu birinchi partiyalarimizni? Birinchi partiya. Bundan ketinga yana bormi? Bundan keyingi 4 ish, 6 ish qo'ylarimiz bor. Hali tug'magan bular mana. Zo'r oldi narxi. Kelajagi bor qo'ylar. Kelajagi bor. Sifat ham o'ta dahshat. Bo'lmasa aka ikkinchi partiyalar ko'rsataveramiz, ha? Bo'ldi aka, ko'rsatamiz. Bunda akalar ikkinchi partiyalarimizga sal yiriqroq variantidan so'raganlar uchun. Bular endi aka bo'g'ozmi yo qisirmi? Qo'shqar yurgan mana shu qo'y. Qo'shqar yurgan ichida. Keyin bolasi ham bor, qurban qo'ydi. Ha, 2 dona ona bolasi ham bor. Keyin bolasi bor. Bollari nima bulardi endi? Biri qo'shqar, biri so'lmoq. Biri qo'shqar, biri sovlig'i. Lekin akalar katta-katta o'q qopti. Qo'ylar o'ta kuchli, yirik. Bo'ylari ham taxminan 85 plus minus atrofida. Ha, jo'q xolasi. O'zi oldi to'laveradigan variantidan boshlabdi o'zi. Tishlari qanaqa buni endi? 4 ish, 6 ish. 4 tish, 6 tish. Aka, qisirga beraveramiz bularda. Bo'g'oz chiqsa qo'ydi. Ha, mana shu qo'y. Qo'shqar yurgan chiqdi. Hali yosh. Hali yo'q. Nima dedi tishlarni? 4 ish, 6 ish. 4ta 6 ta. Ikkinchi, uchinchi bolasi. Ikkinchi, uchinchi qorinlarga akalar. Qo'chqar qo'shib qo'ysalaring, bo'g'oz bo'laveradigan variantida. Mana real olamiz deganlarga videolari tashlab beriladi, hamma ma'lumot beriladi aka. Xudo xolasi. Sababi olayotgan odam ko'rib olgani yaxshi. Ozmuncha pulga olmaydi-da, hammasini bir yerga olamiz deganlar. Badani ham zo'r qo'ylar. Badani ham semiz. Kichkinasi yo'q ekan. Qo'ylar birinchi partiya ham bir xilda pashka chiqdi, ikkinchi partiyamiz ham chiroyli mana standart razmerda. Soni nechta buni endi? Son 15 ta. Soni 15 dona. 15 ta ona bola, 13 ta ikkasi bor. 2 dona tayyor ona bolasi bor, 13 ta qisir akalar. Endi buni 100% bo'g'ozga deb bersangiz, erta bo'g'oz chiqmasa muammo bo'ladi. Undan Mana shu qo'y. mana shu qo'y. Bu. Ye bechara yo'taliga garantiyalar berilaveradi. O'zi qo'ylar o'zi yuzida aytib turibdi chiroyliligi, kasal-kusal. Bunaqasi bir hafta xotirjam uylarga borgandan keyin sinab olaverasizlar. Mana janavarlar qaranglar akalar lekin. Sog'liqda o'ta kuchlisidan ekan. Xo'p aka, narxini nima deymiz endi bularni? Bir joyga olsa 5,5 million so'mdan beraman. 6 million, 58 emas. 5,5 milliondan beraman. 5 million 500 ming so'mdan bir yerga olamiz deganlarga sotilaveradi. Janavar. Aka mana bu qo'yni ushlangchi. Ushlang. Mana qarang lekin. Aha. Hali akalar bularda ishlovlari ham berilmabdi. Agar ishlov berilsa, mana bu jullar chiroyli bo'lib. Ha. Yazi ham uzun. Haqiqiy elita sovliqlar ekan bular. Xudo xolasi. Mana kallalarni qaranglar lekin. Mana. Nima qo'ydi qarang. Ushlang, bo'ynini. Mana junini qaranglar lekin. Sar qo'ylar bari. O'smaydi. Xo'p aka. 5 million 500 ming so'mdan qancha o'tamiz? 100 mingdan kam berishaversin. 5 million 400 dan. 5 million 400 dan. Xudo xolasa kim olsa ham baraka topsa xursand bo'lamiz. Bu ona bola ikkalasi? Yo'q, buni bolasi bor, bitta sariqti bolasi. Ha, bittasi sariqti bolasi. Qo'chqar, sariqti bolasi, qo'chqar. Ha, ikkala bolasini ham qo'chqar dedi-ku buni. Shuni ajratib ko'rsatib beraylik bitta. Mana ona bolani ishqibozlar bo'lishi mumkin-da. Mana akalar. Voy janavar, mana bu o'ti yeyapti. Bo'ldi, haydab qo'ymaysiz. Qani? Yo'q, haydaylikchi. Bu 2 dona ona bolasi. O, qo'ylar haydash ikkini bo'ladi. Qo'ylar haydan, qani? Aha. Mana. Qo'yarim qo'shilib ketdi. Xo'p, videolari tashlab berilaveradi ona bolani o'zini olamiz deganlarga, to'g'rimi aka? Hozir ajratib beramiz. Mana. Bo'lmasa ajratib ko'rsatib beramiz. Endi ko'p qo'ydi ichida akalar o'zlaring ko'rib turibsizlar. Mana. Bo'ldi, ikkini. Ajrada. Shuni rasmga olib tashlayverasizlar videoda. Mana bu ikkalasi ona bola. Necha pul deysiz? Qo'chqar, qoranik sovliq. Ha, sariqtiki qo'chqar, qoranik sovliq. Albatta. Puli. Ularda hop 6 million 600 ming so'mdan berishaveradi bunga. Aka 6 million. 6,5 milliondan mana. 6 million 400 dan tekis pul sanab berishadi. Bo'ldi. Buxorodan telefon qilishadimi? Navoiydanmi? Gap so'z yo'q. Qilib beriladi dastlabki. Dastlabki beriladi. Barakasini bersin. Gap yo'q. Xayriga sunnatiga chicha yo'l qo'yamiz, a? Barakasi bor. Xayri bor. Xayrisi bor, barakasi bor.
Kim bo'lsa barakat topadi. Gap yo'q, lekin bolani zo'r boqa ekan. Janavarni qaranglar. Xo'p, 6 million 400 ming so'mdan 400 mingdan ketaveradi. ketaveradi. Bu yog'i mana 5,5 million so'mdan beramiz. Bu yog'ini ko'rsatib tashladim. Yo'q akalar, 5 million Oyoq qo'lda qo'ydi. 400 ming so'mdan ketaveradi. Oyoq qo'li uzun, haqiqiy o'ta biyli. O'ta baquvvat qo'ylar ekan. Janavarlari. Aka endi ikkita uchtaga qanday bo'ladi bular? Optimga aytdik. Tekshirib yo'q beraverma. Buni ajrata to'g'ri yo'q. Hammasi bir xil. Puli. Pul o'sha 5,5 million so'mdan. 5 million 400 ming so'mdan dedim. 5 million 400 dan berishaveradi. Ikkita uchta olamiz deysizmi? Ikkita uchta Bitta olamiz deysiz. Bitta olsam bitta beraman. Barakasi. Faqat yarimta deyishsa bo'ldi. Bitta olsa bitta beraman. Bittaga ham sotilaveradi. Ilojini boricha pashkasini buzmasdan olsa zo'r bo'ladi. Chiroyli qo'chqarni qo'shib qo'ysa, Xudo xolasi. o'zi ko'payib yuraveradi. Xo'p aka, endi bugungi videolarimizga shularmi yana bormi? Hozircha shular. Hozircha shular. Ertaga sariq qo'zg'ochqarlarimiz bor. Ertaga ham syomka qilamiz akalar. Sariq qo'ziqo'chqarlar bor ekan, shularni chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Xo'p, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Bitta akalar, like bosib qo'yasizlar mana. Janavarlar, bugun narx haqiqatan ham zo'r bomba bo'ldi.